Sokin makon orqasida to'rxona 125 kvadratlik 64.900 dollarga qo'ygandi, o'sha baraka bo'ldi. Hozir videolarni qo'yamiz. Akamiz faqat videoga tushishni xohlamadilar, shuning uchun yuzni ko'rsata olmaymiz. 6 soat qildilar Chilonzorda. Aka, kanalda kuzatingiz, nima Instagramda ko'rdingizmi? Kanal Instagramdan ko'rdim, tanishlarim tashlab berdi. Aha. Bitta ko'rgin shu kvartirani deb ko'rdik. Bir-biriga tarqatish, saqlanib qilish bomba bo'lgan ekan, uni ham screenshotini qo'yib ketamiz. Keyin borib ko'rdik joylarni, endi sal chetroq ekan, boshida bir ketdik. Aha. Undan keyin yana bir maslahat. Necha kun o'yladingiz aka? Bir kun o'yladik, xolos. Yakshanba kuni ko'rdik, endi bugun ertalab bordik. Baraka qildik. Mana obeddan keyin, o'sha obed emas, obeddan keyin emas, o'sha 12 bo'lyapti, oformeniya qildik. Ertalab baraka qilamiz. Uy yoqdimi aka? Uy yoqdi. Barakasini bersin aka. To'ylar qilib bersin. Topganlarga baraka bersin. Nasib etgansiz. Mayli, rahmat. To'ylarga bersin topganinglar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Mana baraka bo'ldi. Arzon variantlar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa chiqib, Telegramdan tashlab beringizlar. Narxi real bo'lsa, tezda sotib berishga yordam beramiz. Salomat bo'lasizlar.